Bu hafta polniy beauty haftalik o'tkazamiz. Birinchi kun lazer epilyatsiyasi. Umrimda birinchi marta lazer umuman og'rimadi. Oxirgi marta 2 yil oldin qilgandim. Hozirgi apparatlar og'ritmas ekan. Ajoyib. Ikkinchi kun kiprikka boramiz. 4 tagina qolgan bechara kipriklarni yangilash kerak. Hali tajribalar orqali o'zimga mos idealniy effekt qidiryapmiz. Shunga hozircha 100% ko'nglimdagi emas. 3-kun manikyur pedikyur. Buni yillar davomida bir xil qilaman. Har doim sevimli bejavoy rangli kalta manikyur pedikyur. 4-kun kosmetolog konsultatsiyasi. Internetdagi hid ta'sir qilarkan parazit. Bitta xolidan 17 yuzingiz osilgan ekan deganiga kosmetologga botoks qilaylik deb borgandim. Botoks sizga ishlamaydi. Sizga smas lifting qilish kerak edi bu yerda. To'g'risi buni narxiga bir haftaga sayohatga borib kelish mumkinligini bilib, osiltirib yuraveraman deb qo'ya qoldim. 5-kun soch. 18 yoshimdan oq sochim bor. Agar kommentda shuni ham so'rasanglar, bu safar dadamga telefon qilaman. Xullas oq sochni bo'yaymiz, keyin sarg'ayib qolgan sochimga rang beramiz. Xullas kolorist har xil kraskalarni aralashtiradi, uhod qo'shadi. Uyga ham albatta rang qo'shilgan maska tayyorlataman. Chunki busiz 2 haftada sariq pishak bo'lib qolaman. Kommentda salonga borishdan boshqasini bilasizmi deganlar bir oy faqat salon beauty protseduralarni olib qiynalib ketsin.